Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda qanaqa qilib metodlarda massivlardan foydalanishni o'rganamiz. Shu vaqtgacha bitta metodlar, bitta usullar yaratdik, lekin u yaratgan usullarimizni faqat bitta parametrlari bor. O'sha parametrga faqat bitta o'zgaruvchi olishi mumkin, bitta qiymat olishi mumkin xolos. Lekin hozir yaratmoqchi bo'layotgan metodimiz o'ziga parametr sifatida massivda qabul qiladigan metod bo'lsin. Metod yozishdan oldin birinchi massivda e'lon qilib olaylik, chunki biz yozayotgan usulimiz massivlar bilan ishlash kerak. Har doimgidek massivning nomini men massiv deb nomladim. Undan keyin 3-4 ta o'zgaruvchi, 3-4 ta boshlang'ich qiymatlar beraylik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deylik. Boshlang'ich qiymatlar berib bo'lgandan keyin endi metod yaratishga kirishyapman. Uning uchun main metoddan tashqariga chiqib olgan holda, main metod ichiga emas, shunga e'tibor berishimiz kerak. Main metoddan tashqariga chiqib olgan holimizda yozamiz. Public static void o'zgartirish deb yozaylik. Chunki bu yozayotgan metodim massivda elementlarning qiymatlarini o'zgartirib beradi, shuning uchun. Endi bunga argument sifatida endi massivda yozib ishim kerak. Uning uchun int deymanda massivda tipini yozib, undan keyin massivda nomini yozib, vaqtinchalik nomni yozib, endi to'rtburchakli qavs ochib bekitib qo'yishimiz kerak. Undan keyin figurali qavsni ochib yopib, endi bu yerda usulni bajarilish qismini yozamiz. Uning uchun yozaylik for int sanoq 0 dan boshlanib sanoq x ni uzunligidan kichkina bo'lgan vaqtda sanoqqa 1 qo'shib borib siklda ishlat. Endi x ni sanog'inchi elementi plus teng 5 deb qo'ysak, shu sikl aylanish davomida biz bergan o'zgartirish degan usulga bergan massivimizni har bir elementining qiymatiga 5 qo'yib chiqadi hozir mana shu siklimiz. Endi mana shu metodimiz. Bu metoddan foydalanish uchun o'zgarishni mashqqa yozaman, o'zgartirish deb. Endi bu yerga massivning nomini kirgizib qo'ysam kifoya. Massivning nomini yozgandan keyin elementning nomerini makka yozish kerak emas. Misol uchun 1 deganga o'xshab. Faqat massivning nomini o'zini berib qo'ysak, shuni o'zi yetarli. Endi undan keyin qiymatlarni ekranga chiqarish uchun o'tgan darsda o'tganimiz kuchaytirilgan for siklidan foydalanamiz. Uning uchun mana int deb turib x deylik, narigi x bilan aralashtirib olmaslik uchun y deylik, masalan y deb turib massiv deb yozamanda, undan keyin ekranga chiqaramiz. System out print len qolib ketdi. Mana shu yerda len bermasam har bitta qiymat aralashib ketadi bizga. Print len endi y da chiqarib beramiz. Hozir endi kodni ishga tushirganimizdan keyin mana ekranga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiqyapti. Aslida men massivni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga initializatsiya qilgandim. Boshlang'ich qiymat berib e'lon qilgandim. Lekin eng birinchi 5 chiqdi. Sababi buni o'zgartirish degan usulimizni ishlatganimizdan keyin, mana o'zgartirish degan usulimizni massiv uchun ishlatib qo'yganimizdan keyin bu massivda har bir elementiga 5 qo'shib chiqdi. Chunki biz mana yerda o'zgartirish degan usulni tana qismida, bajarilish qismida sikl ochib, siklning ichida har bir elementiga mana x ni sanog'inchi elementiga 5 qo'shib chiqdik.
Dasturni boshida yana bir qator tushuntirib o'tay. Birinchi massiv e'lon qildim. 7 ta elementli massiv ekan. Boshlang'ich qiymati bir yo'la berib e'lon qilindi. Undan keyin o'zgartirish degan usul yaratib oldik. Bu usulimiz o'ziga parametr sifatida massivni oladi. Mana massivni oladigan, massivni parametr qilib oladigan metod yaratish uchun mana to'rtburchakli qog'oz ochib yopishib qo'yishimiz kerak. Undan keyin bu o'zgartirish degan metodimiz sikl ochadi. Siklning ichida x ni sanog'incha elementiga o'zi x nima edi? X marta berilayotgan massiv edi. Shu massivni sanog'incha elementiga sanoq nima? Marta счетчик bu. Hisoblagich. Siklning har bir qalamini hisoblab beradigan hisoblagich. Hisoblagichincha elementiga 5 ni qo'shib qo'yadi. Undan keyin shu o'zgartirish degan usulni ishlatdik. O'zgartirish degan usulga parametr sifatida massivni berdik. Massiv o'zi marta e'lon qilgan massivimiz 7 ta elementli massiv. Elementlari 0 dan 6 gacha qiymatni o'ziga oladi. Undan keyin kuchaytirilgan for siklidan foydalangan holda ekranga massivda har bir elementining qiymatini chiqardik. Har bir elementining qiymatini chiqarsak, haqiqatdan ham matda yozganimizdek har bir elementining qiymati 5 ga ko'tarilib qolibdi. 0 5 ga aylanibdi, 1 5 ga ko'tarilgani hisobiga, 5 ga oshgani hisobiga 6 ga aylanib qolibdi. Bugungi o'tmoqchi bo'lgan darsimiz, bugungi o'tmoqchi bo'lgan mavzuyimiz, hozirga o'tishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tushunmay qolgan bo'lsanglar bir necha marta takror ko'rib, o'zingizlar mustaqil amaliyotda kodlarni yozib ishlatib, tushunmay qolgan joylarga o'zgartirishlar kiritib, mustahkamlash natijasida yaxshiroq tushunib olasizlar degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.